Volkswagen'ning Sharq Turkistondagi zavodida Uyg'urlarning majburiy emgakka silinganligi haqida yangi faktlar o'tirg'a qo'yildi. Nopozliq tadqiqotchi Adrian Zenz Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmon turk xalqlariga qartilgan irqiy qirg'inchilikning quroli sifatida ishlatilayotgan majburiy emgak masalasi haqida yangi dalil faktlarni o'tirg'a qo'ydi. Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyati haqidagi tadqiqotlar bilan tonilgan tadqiqotchi Kommunizm qurbonlari xotiri fondi jamiyatining a'zosi Adrian Zenz Dunyo kishilik huquq xitobnomasi e'lon qilganligining 75 yillik munosabati bilan Germaniyada o'tkazilgan yig'inda muhim bayonot e'lon qildi. U Volkswagen'ni o'z ichiga olgan cho'ng shirkatlarning Uyg'urlarning sistemalik majburiy emgakiga silinishi bilan munosabati borligi haqida yangi dalil faktlarni o'tirg'a qo'ydi. Egilinishcha, İstanbul aerodromida tutib turilgan 2 Uyg'ur Turkiyaga kirib olgan. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyat O'g'uzxon ommaviy taratquv hisobida bayonot e'lon qilib, 2 Uyg'urning Turkiyaga kirgizilganligini bildirdi. U yana Turkiya Ko'chmanlar idorasi, Xalqaro musofirlar jamiyati, IXX insonparvarlik yordami jamiyati va boshqa aloqador o'rinlarga rahmat aytadiganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Turkiyada 7 yildan buyon yashayotgan va qonunliq uzun muddatli iqomat kartasi bo'lgan Muhammad Tursun 5-dekabr Afrikadan qaytib kelganda Turkiyaga kirgizilmagan. Uning bilan birga yana bir Uyg'urmi o'xshash ahvolga uchirgan. Muhammad Tursun Turkiyadan Afrikaga qaytarilsa, u yerdan Xitoyga qaytarilish xavfi borligini, o'zining 4 bolasi va ayolining Turkiyada yashayotganligini aytib, yordam so'ragan edi. Ma'lum bo'lishicha, Turkiyada uzun muddatli turish kinishkisi olgan ba'zi Uyg'urlar Xitoy pasporti bilan chet elga chiqib kirganda bu xil ahvollarga yo'liqqan. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim 5-dekabr Irlandiya poytaxti Dublindagi bir haftalik faoliyatini boshlagan. U shu kuni Irlandiya tashqi ishlar ministrligida uchrashish olib berib, Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan ig'ir vaziyat haqida ma'lumot bergan. Roshan xonim yana axborot sohasining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan zulmlarining bugunmi davomlashayotganligini, bu adolatsizlikka qarata dunyoning darhol sukutlarini tark etishi lozimligini, bo'libmi erkinlik, demokratiya va kishilik huquqi yuksak darajada sodiq bo'lgan Irlandiya xalqining Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikka qarata ovoz chiqarishning zarurligini bayon qildi. Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi va parlament a'zolari Bayden hukumatini Xitoyga qartilgan eksport kontrolini kuchaytirishga chaqirdi. Avam Palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi Michael Makul, Avam Palatasi Cumhuriyetçiler Partisining raisi Elsie Stefanik va Avam Palatasining Amerika-Xitoy strategik raqobat komitetining raisi Mike Gallagher 6-dekabr Bayden hukumatini Xitoyga eksport kontrolini kuchaytirishga chaqirdi. Bir Xitoy jasusi Ukrainaning Odessada Ukraina havo mudofaa sistemasining harakatini suratga olayotganda tutilgan. Odessa Feromiskiy rayonlik sud 11-oyning 29-kuni tutilgan Xitoyga qarata tekshirish boshlaganligini e'lon qildi. Sudning bayonotida isbot anglash yig'inida Wang Jishang ismli Xitoy havo mudofaa sistemasining harakatini xotirlagan va singa olganligi hamda bu sinlarni o'zining YouTube kanalida e'lon qilganligini e'tirof qildi deyilgan. Qarorda Xitoy jasuslarining suddan burungi tekshirish bosqichida jinoyatini iqror qilganligi va 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi o'tirg'a qo'yilgan. Amerikaning Xitoy to'g'risidagi havoray uchurlari va strategik uchurlarga erishish uchun olam boshliqidagi bir sunniy hamroning liniyasini o'zgartganligi o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, manbalarda Xitoyning patiqinda o'xshash usulni qo'llanganligi ilgari surilmoqda. Yer shari istixborot nashriyati organi erishgan uchurlarga asoslanganda Xitoy qo'lga tushirgan havoray stansiyasi ko'rinishidagi istixborot qurollarini oshkorlagan bo'lib, hamma Xitoyning qo'lida meteorologiya istixborot uskunalari mavjud ekan va Xitoy bu sohadagi ta'sirini kuchaytirish uchun g'oyat zo'r chiqim qilganligi o'tirg'a qo'yilgan.